Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Navbatdagi darvozamizni Rishton tumaniga olib kelib o'rnatib berdik Alisher akamiz xonadonlariga. Bu darvozamizni razmerlari kelib o'tadigan bo'lsak, yetib o'tadigan bo'lsak, bo'yi 3,5 metr bo'lgan. Eni qismi 370 santimetrli bo'lgan. Ko'rib turganlaringdek alohida eshikli qilib berdik. Darvozamizni materiallarini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, chetlari 8 ga 8 profildan 1.7 stenka bo'lgan. Darvozamiz rama qismlari 8 ga 4 1.7 stenka bo'lgan. Ichlari 6 ga 4 dan qilib berganmiz. Taglari 8 lik shvillar qo'yib berganmiz rossiyskidan. Zamoklari nomerlarigacha olib kelib ustanovka qilib berdik. Hop, darvozamiz materiallari ichlari yog'och, ko'rib turgan joylarning yog'och joylari 5 lik navraznoydan, sasna, hammasi xudo xolasa sushilka bo'lgan yog'ochlar. Darvozamizni kvadrat metrini 1.450.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Общий summasi 18 million so'm bo'ldi. Kimga mana shunday darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa kataloglarimiz bor. Tashlab, xudo xolasa kelishib qolsak tayyorlab beraveramiz.